Assalomu alaykum obunachilar. Yana navbatdagi Gentra avtomashinasini ishlarni gruppaga olib qolgandik. Ishlarni mana bunaqangi go'zal holatda qilib, bu tomonlarini ham go'zal holatda qildik. Endi yopilishiga e'tibor beringlar. Shunga bo'lingan vakuum holatida luklari bek. Keyin o'sha barmoq usuli mana. Ovoziga e'tibor berasizlar. O'ta ideal holatda. Bunda yana qilingan ishlarimiz oynaklarini kalla tashlaydi, o'shalarni ko'rdik. Keyin oldi bamperlarini bir chiziqqa qilib ko'tarib berdik. Endi nomer alohida tema. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sifatli ish qilib beramiz, albatta. O'ta go'zal holatda qilib bitirib beramiz.